Assalomu alaykum, hurmatli yosh insonlar. Avvalambor hech kim og'rimasin. Mana Suzada joylashgan Forte 1da shunday bir narsalar, yangiliklar deb qo'yamiz. Juma kunida muhtoj bo'lgan yosh kattagi insonlarga bekorga ko'rikdan o'tkazishi mumkin. Albatta, mashhur doktorlar yordamida bo'lyapti. Va bizga yozilgan, qo'l ostimizda yozilgan muhtoj bo'lsin, yetimlik holatdagi bolalarga mana shu klinika bekorga lecheniya qiladi, bekorga doktorlardan ko'rikdan o'tadi. Mashalloh. Alloh taolo barcha doktorlarda ishiga o'zi baraka bersin. Hamda doktorlarda o'zicha bir xizmat katta-da. Shu elimizga, dinimizga xizmat qilaversin. Eng xursand bo'lganimiz mana bolajonlarga inshaalloh shu doktor akalarimiz bekorga xizmat qilib beradi. Kechasi-yu kunduzi qayda bo'lsa ham